Mana shu haqida ham ozgina gapirib ketayda, o'rtoqlar. Tranexam mana ko'pchilik olgan buni va yozishadi, bizga yuborishadi. Nodir opa, nima edi bu? Nimaga surishim kerak edi? Bu narsani hattoki ChatGPTga tashlasanglar, sizlarga aytib beradi, o'rtoqlar. B3 tranexamovая kislota. Bu degani hair dog'larim, hair pigmentatsiya, hair visnushka degani. Visnushkalarni ochartiradi, dog'larni ochartiradi, ugridan qolgan izlarni ketkazadi. Endi eng zo'r narsasini aytaman sizlarga, buni intim zonaga ham ishlatsa bo'ladi. Podmышка, qo'ltiq ostida qorayishlaringlar bo'lsa va intim zonalardagi qorayishlarga ham sursanglar bo'ladi. Bemalol, juda ham zo'r oqartiradi. Agar bu juda ko'p ketadi, bu o'zi kam grammi, baribir ekonomni o'ylaydi hamma ayollar. Buning uchun nima qilasizlar? Krem olasizlar. Отбеливающий любой bitta krem.